بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ders. أصناف المبنيات mabnilarning turlari ومن المبني جميع الحروف mabnilardandir hamma harflar وكذا الأفعال ما عدا المضارع shu kabi muzoridan boshqa har bir fe'llar ham mabnidir. وألفاظ من الأسماء يسمى بعضها بالزمائر كأنا وأنت وهو. Va yana ismlardan bir lafzlarki, ularning ba'zisini zamirlar deb ismlanadi. Ana, men, anta, sen, huwa, u kabi. Va ba'zuha bil asma'il mavsulati ka allazi wallati. Va uni ba'zisini ismi mavsulalar deb ismlanadi. Allazi shu adamiki, allati bu ayaliki kabi. Va ba'zuha bi asma'il isharati ka hada va hadhihi. Va uni ba'zisini ishora ismlar deyiladi. Hada bu, hadhihi bu ayol kabi. Va ba'zuha bi asma'i sharti ka man va mahma. Va uni ba'zisini shart ismlar deyiladi. Man kimiki va mahma nimeki kabi. علمت أن الكلمات ليست كلها مبنية ولا كلها مؤربة بل منها ما هو مبني ومنها ما هو مؤرب. Bilding, albatta so'zlar har biri mabni ham emas va har biri mu'rab ham emas, balki undan bir nimaki mabnidir va undan bir nimaki mu'rabdir. وسبق لك أن الكلمات ثلاثة أنواع أفعال وأسماء وحروف. Va senga o'tdiki albatta so'zlar 3 nav, fe'llar, ismlar, harflardir. Amma al-hurufu fa kulluha mabniyatun va hiya 5 aqsam. Ammo harflar har biri mabnidir va u 5 qismdir. Uhadiyatun كالحمزة والباء والتاء والسين والفاء والكاف واللام والواو. Birlik harflar hamza, ba, ta, sin, fa, kaf, lam, vav qo'shimchalar kabi. Nahvu asafara Ibrohimu. Misol, Ibrohim safar qildimi degandagi hamza. Katabdu bi qalamika. Qalaming bilan yozdim degandagi ba. Xarajat jariyatu va satarji'u. Joriya chiqdi va tezda qaytadi degandagi vav va sin. Dakhala indal sultanul ulama'u fal umara'u. Sultonning huzuriga olimlar kirishdi, keyin ulamolar deganda mana bu fa. Al ilmu kan nuri, ilm nur kabi degandagi kop kabi. Val aqibatu lakum, oqibat sizlar uchun degandagi lom. Tasuduna bil ilmi val adabi, odob va ilm bilan ziyoli bo'lasiz degandagi ba va vovlar kabi. Va sunaiyatun ka al va am, an, in, bal, qod, law, hal. Ikkilik harflar al qo'shimchasi am, an, in, bal, qod, law, hal kabilar. Nahvu aqaribun safaru am ba'idun. Misol, safar yaqinmi yoki uzoqmi degandagi am. Yasurruni an ta'uda, seni qaytmoqliging meni xursand qiladi degandagi an. Intarham turham, agar rahim qilsang rahim qilinasan degandagi in. Lam yazhab yusufu bal ibrohimu. Yusuf ketmadi, balki Ibrohim ketdi degandagi lam va bal. Qod shahattul qitara, batahqiq poyezdni ko'rdim degandagi qod. Law ansafa an-nasu istirahal qodi, agar insonlar insof qilsa qozi rohatlanadi degandagi law. Hal jaa al-mi'adu, va'da qilingan vaqt keldimi degandagi hal. Va sulasiyatun ka idha, ala, ila, inna, sawfa, ala, layta, naam. Uchlik harflar iza agar, ala ogoh bo'ling, ila ga, inna albatta, sawfa yaqinda, ala ustida qo'shimchasi layta koshkiydi va naam ha. Nahu zonantuhu g'oiban idha huwa hozirun. Men uni yo'q deb o'ylabman, nogohon u hozir ekan degandagi idha. Ala inna asbabal ghina lakasirun. Ogoh bo'ling, albatta boylikning sabablari ko'pdir degandagi ala. Savfa taro, yaqinda ko'rasan degandagi savfa. Laytali qintoram min az-zahabi, koshkiydi menda bir qintor tilla bo'lsaydi degandagi layta kabi. Naam,
javoban liman qala atunfiqu fil khayri, ha, uni yaxshilikka ishlatarmiding deb aytgan kishiga javob tariqasida aytilgan naam, ha so'zi kabi. Va rubaiyatun ka idma illa imma amma hatta ka'anna la'alla. To'rtlik harflar. Idmo har vaqtoki, illo magaram, immo agar, ammo hatto ka'anna go'yoki, la'alla shoyatki kabi. Nahu idmo tata'allam tataqaddam. Misol, har vaqtoki ta'lim olsang peshqadam bo'lasan. Kullu shay'in halikun illa wajha. Allohning zotidan boshqa har bir narsa halok bo'luvchidir degandagi illo. Qassarol harisani ammal avvalu fatarakal baba va ammas-sani fanama. Ikki soqchi loqaydlik qildi, ammo avvalgisi bas eshikni tashlab ketdi va ammo ikkinchisi bas uxlab qoldi degandagi ammo. Ahdaru sa'idun imma ghadan va imma ba'da ghadin. Said hozir bo'ladi yoki ertaga yoki ertadan keyin degandagi immo. Qadimal hujjaj hatta al-mushatu. Hojilar kelishdi, hatto piyodalar ham degandagi hatto. Ka'annaka kunta ma'ana, go'yoki sen biz bilan birga bo'lgandek degi ka'anna. La'allal jawfa ya'tadilu, shoyatki havo mu'tadil bo'ladi degandagi la'alla kabi. Humasiyatin ka innama va annama lakinna. Va 5 ta harflar innama albatta, annama bu ham albatta, lakinna. Nahu innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Alloh taoloning bu so'zi kabi, albatta menga vahiy yuborildi, albatta sizlarning ilohingiz yakka ilohdir degandagi innama annama. Yusuf g'aniyun lakinnahu baxilun. Yusuf boydir, lekin u baxildir degandagi lakinna kabi. Harflarni birlik, ikkilik deb ajratildi. Bu faqatgina son jihatdan tuzilishlikdan ajratib olish uchun xolos. Aks holda buni hali ishlatishlik yuzasidan, ya'ni bog'lovchilik, tanbeh berish, boshqa sabablar uchun ajratiladigan holda yana o'rganib chiqiladi. Ammal af'alu fal mazi wal amru minhuma mabniyani wal awwal ala al-fathi was sani ala as-sukuni. Ammo fe'llar bas, mozi va buyruq fe'li ulardan ikkovi mabnidir. Birinchisi fathaga mabni va ikkinchisi sukunga mabnidir. Wal muzari'u mu'rabun illa idza ittasala bihi nunut ta'kidi aw nunul inasi. Muzori mu'rabdir, faqatgina unga ta'kidlovchi nun yopishsa yoki ayollarga nisbat beriladigan nun yopishgandagina mabni bo'ladi. وأما الأسماء فكلها معربة إلا ألفاظ محصورة يسمى بعضها بالزمائر وبعضها بالأسماء الموصولة وبعضها بأسماء الإشارة وبعضها بأسماء الشرط. أما اسمlar bas uning har biri mu'rabdir. Faqatgina ba'zilari zamirlar va ba'zilari ismi mavsulalar va ba'zilari ishora ismlari va ba'zilari shart ismlar deb ismlangan maxsus chegaralangan lafzlargina mabnidir. Va amma zamairu fahiya, ammo zamirlar bulardir. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Men, biz, sen ayol, sen ikkoving, sizlar, siz ayollar, u ayol, u ikkovi, ular, u ayollar. İyyaya, iyyana, iyyaka, iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunna, iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum, iyyahunna. Meni, bizni, seni, sen ayolni, sen ikkovingni, sizlarni, siz ayollarni, uni, u ayolni, u ikkovini, ularni va u ayollarni. وتسمى هذه بالزمائر المنفصلة. Bu zamirlar olmoshlar ajrab turgan, ya'ni alohida turuvchi zamirlar deyiladi. Va mattasala bil fi'li fi nahwi. Fe'lga yopishadigan zamirlar. Mana bunga o'xshaydi. Katabtu yozdim, katabno yozdik, katabta sen yozding, katabti sen ayol yozding, katabtuma siz ikkovingiz yozdingiz, katabtum sizlar yozdingiz, katabtunna siz ayollar yozdingiz. Kataba u yozdi, katabat u ayol yozdi, kataba u ikkov yozdi, katabata u ikki ayol yozdi, katabu ular yozdilar, katabna u ayollar yozdilar. Va mattasala bil fi'li aw bil ismi fi nahwi.
fe'lga yopishadigan yoki ismga yopishadigan, ya'ni ism va fe'lga ham yopishadigan zamirlar mana bunga o'xshagan. Allamani kitobi, menga ta'lim berdi, meni kitobim. Allamana kitabuna, bizga ta'lim berdi, bizning kitobimiz. Allamaka kitabuka, senga ta'lim berdi, seni kitobing. Allamaki kitobiki, sen ayolga ta'lim berdi, seni kitobing. Allamakuma kitabukuma, siz ikkovingizga sizning ikkovingizni kitobingiz ta'lim berdi. Allamakum kitabukum, sizlarga sizlarning kitoblaringiz ta'lim berdi. Allamakunna kitabukunna, siz ayollarga siz ayollarning kitoblari ta'lim berdi. Allamahu kitabuhu, unga uni kitob ta'lim berdi. Allamaha kitabuha, u ayolga uni kitobi ta'lim berdi. Allamahuma kitabahuma, u ikkoviga u ikkovining kitobi ta'lim berdi. Allamahum kitabuhum, ularga ularning kitoblari ta'lim berdi. Allamahunna kitabuhunna, u ayollarga u ayollarning kitoblari ta'lim berdi. Va tsamma hadhihi bizama'iril muttasilati, bu zamirlarni yopishuvchi zamirlar deb ismlanadi. وأما الأسماء الموصولة فمنها التي اللذان اللتان اللذين اللاتي. Ammo ismi mavsulalar ulardan allazi bir kishiki, allati bir ayoliki, allazani ikki odamiki, allatani ikki ayoliki, allazina ular ki ulariki, allatan u ayollariki. وأما الأسماء الإشارة فمنها هذا وهذه هذان وهاتان هؤلاء. Ammo ishora ismlari ulardan hada bu, hadihi bu ayol, hazani bu ikkovi, hatani bu ikki ayol, haulai bular. Va amma asma'u shart faminha man, ma, mahma, mata, ayyana, ayna, anna, haythuma, kayfuma, ayyu. Ammo shart ismlari undan man, kimiki, mo, nima, mahmo, nimaki, mato, qachaniki, ayyana, qachon, ayna, qayerda, anna, qanday, haysuma, qaysi o'rinda, kayfomo, qanday bo'lsa ham, ayyu, qanday. Tamrinun, mashq. Hal yu'rabu shay'un minal hurufi, harflardan biror narsa mu'rab qilinadimi? Mal mabni minal af'ali va mal mu'rabu minha. Fe'llardan nima mabniyu va undan nima mu'rab? Mallazi araftahu minal asma'il mabniyati, mabni ismlardan nimalarni bilding? Bayin az-zamaira wal asma' al-mawsulata wal asma' al-isharati wa asma' al-shart allati fi hadhihi al-ibarati. Bu iboralardagi zamirlar, ism mavsulalar, ishora ismlarini, shart ismlarini bayon qil. Tabarakalladzi biyadihil mulku va huwa ala kulli shay'in qodir. Alloh taoloning so'zi, mulk uni qo'lida bo'lgan zot muborak bo'ldi va u har bir narsaga qodirdir. Tabaraka o'tgan zamon fe'li mabni, allazi mavsula ismi mabni, biyadihidagi b harf mabni, hi zamir mabni, va huwadagi waw harf mabni, huwa zamir mabni, ala harf mabni. Man talabal ula sahiral layali. Kim oliylikni talab qilsa, kechalarni bedor o'tkazadi. Man ismi shart mabni, talaba o'tgan zamon fe'li mabni, sahira o'tgan zamon fe'li mabni. Ilmuka va adabuka humal xoslatan allatani tasudu bihima. Ilming va odobing u ikki xislatiki, u bilan ustun bo'lasan. Ilmuka adabukadagi kop bu zamir mabni, huma bu ham zamir mabni, allatani bu mavsula mabni, bihimadagi bi harf mabni, hima zamir mabni. Al ummahatu mudabbiratul manazili. Onalar xonadonlarning bekalari, tadbirkorlardirlar. Va hunna nizomul usari. Ular oilaning intizomidirlar. Va alayhinna al-i'timadu fi tahzibil atfali. Ularga farzandlarning tarbiyasida tayanch ishonilgandir. Fa iza hasunat tarbiyatu haula'i hasunat tarbiyatul abna'i. Bas agar bularning tarbiyalari chiroyli bo'lsa, farzandlarning tarbiyalari chiroyli bo'ladi. Il kayfa ma yakunul murabbi yakunul murabba. Chunki tarbiyachi qanday bo'lsa, tarbiyalangan ham shunday bo'ladi. Jumlani mabnilarni o'zingiz ajrating va bu tamrindagi hikmatli so'zlarni yodlab olishga harakat qiling. Buxoroda
ishlayotgan paytimda bir maktabga suhbatga chaqirildim va u yerda bir qancha so'zga chiquvchilar orasida menga so'z berilganda mana shu tamrinni aytib ularga suhbat qilib berdim. Bular rahmat aytib chiqayotganda